har doim o'tirganda dangasalikni yo'qotadigan ikkita narsa bor. Xohish bor. Xohish. Qo'rquv bor. Kim aytdi shuni? Menga qarang, sizni IELTS'ingizni bizani IDP'da tekinga topshirasiz. Men hozir sizga aniq qildim. Bitta qarsa bo'lsin, ko'raman. 6 oling, 7 oling, $180 sizga sovg'a shu. Men bilan rasm uchasiz, aytgan paytingizda ishlatasiz. Xo'p. Mana shu ikkita narsa bor. Ikkita narsa nima ekan? Xohish bilan bu yerda mana dangasalikni yo'qotish deydi. Dangasalikni yo'qotish. Dangasalikni yo'qotish. Dangasalikni yo'qotish bilan nima ekan? Xohish. Nima ekan? Qo'rquvga bitta misol keltiring. Hozir ko'pchilik misolda aytyapsiz, ota-ona. Ertaga Xudo ko'rsinmasa hammaning boshiga kelgan narsa ajal bor. Kelgandan keyin misol uchun adasi o'tib qolishlari bor, yo ota-onam bitta o'rtada ketib qolishi bor. O'sha mas'uliyat odamning yelkasiga tushadi. U 5-sinfdami, 1-kursdami, boshqa yoqdami ishlashga to'g'ri keladi. To'g'ri, qarindosh urug' yordam berishi mumkin. No, hamma o'zini bolasiga qiladi-da. Boshqa odamga boshqa odam bolasi ortiqcha yukdek ko'rinadi. Men yaqin bo'lsa, men jigar bo'lsin. O'shaning uchun ertaga ko'chada qolib ketishdan qo'rqish, ochlikdan qo'rqish, xorlikdan qo'rqish katta motivatsiya. Rahmat, baraka toping. Sizlarni bilmadim-ku, lekin shu odam gapirayotganda meniki har gal jiz qildi. Nega? Miyada kimya bor. Kimya uyquni o'chiradi. Bilmadim, mashina haydaganmisizlar yoki avariya holatga tushganmisizlar, hech qachon tushmanglar-ku, lekin avariya holatda tushayotgan paytda inson tetik bo'lib qoladi. Nega? Chunki qo'rquv keladi. Libboy hozir xayolingizga keltiringlar, har qanday qo'rquv xohlagan uyquni, xohlagan dangasalikni yo'qotadi. Nega? Sababi miyada kimya bo'ladi, kimya pastga qarab tushadi. Bu holatda men o'zim ham ishlatganman. Sizlar o'ylaysizlar, hamto Umidjon chiqib olib, bu shu Amerikada o'qigan yoki menimcha biznesi bor, men bu holatga chiqqan. Ishoninglar, meni eng kuchli tarafim men rosa qo'rqitardim o'zim. Amerikada ayniqsa. 4 soat uxlardim, ishlab kelardim, kelib turib o'zim qo'rqitardim. Ey Umidjon, 4 soat uxlagan odam to'g'ri kalavatga boradi. 4 soat, atiga 4 soat uxlagan odam charchab kelib ishdan kechasi 12 da ishga chiqib ketardim, ertalab 4 da kelardim, ertalab 4 dan 8 gacha uxlashim kerak. Agar 8 gacha uxlamasam, ertingim uxladi o'sha. Reja, intizom bo'lmasa, tamom o'sha. To'g'ri devorga qarab urasiz mashinani. Shunda yo'lda uxlaysiz, to'g'ri borib urasiz. Men o'zimni qo'rqitardim. Ey Umidjon, qara, agar sen hozir dars tayyorlamasang, agar sen hozir darsingni qilmasang, seni grantingni olib qo'yadi. Agar grantingni olib qo'ysa, hayotda bu pulni to'la olmaysan. Agar bu pulni to'la olmasang, to'g'ri Toshkentga qarab uchasan. Ota-onangni ko'ziga qanaqa qaraysan deb qo'rqitardim. Tushunyapsizlar? Mashi hozir men gapiryapman, ishoninglar, o'zimniki yana jizillayapti. Avtomatik jizillattirardim-da, uyqu o'chdi уже, tamom. Yo'q uyqu. Anti $40,000 o'qishda o'qirdi. Endi o'sha payt 18,000 edi, hozir 40,000 ekan. O'sha yerda 18,000 meni hayolimga kelardi. Voy derdim, 18,000 katta sifra edi, tushunasizmi? $18,000 hayolimga kelardi, chuk ketib o'chirardim. Keyin nima qilardim? Qo'rquvdan keyin shunday olib kelardim-da. Konvertatsiya qilardim xohishga. Umid, qara. Hamma o'rtog'ing ham Amerikada emas. Sen o'qishni yaxshi ko'rasan. Hamma ham erisha olmadi bunga. Lekin Alloh seni tanladi, seni sababchi bo'ldi. Shu narsaga kelding. Derdim-da, olmalarni mayda qilib to'rab, so'klarni qo'yib olib, men dars qilishni yaxshi ko'raman dedim-da, ichtirib dars qilardim. Tushunyapsizlar? Oson yo'qotish. Qaysi biri kuchli? Ayniqsa Toshkentlik bolalarda men bu katta. Men IELTS topshiradi deb bolalar, ishoninglar, viloyat boru Toshkentni bosib tashlaydi. Nega? Manba mamindor. Ularda qo'rquv dangasalikni birinchi yo'qotadigan narsasi. Qo'rquv dangasalikni eng zo'r yo'qotadigan narsasi. Bu men o'zimning strategiyamni aytib beryapman. Bolalar, чтобы dangasalik bo'lmasdan turib chiqish yo'llarini aytyapman.
O'shaning uchun bu manba Toshkentliklar ham bunaqa. Manba kam. Bu narsani qattiq his qilgan olasizlar. U ham Amerikada bo'lgan. Musofirchilikka borganman-da. Atlanta shahrida o'qigan bo'lsam, Atlantada 4 yil yashagan bo'lsam, 20 yil yoki o'sha yerda tug'ilganlardan men Atlantani yaxshi bilardim. Nega? Xuddi shunaqa Toshkentliklar bilan viloyatliklarda ham xuddi shunaqa. Men o'zim Toshkentlikman, lekin ana 39-19 kvartalda haligacha bilmayman. Lekin xohlagan viloyatdan kelgan boladan so'rang, u ignasigacha aytib beradi. Nega? Chunki ishi tushgan. Tushunyapsizlarmi? Qo'rquv bo'lgan. O'sha yerda men rivojlanib, o'zimni anaqamni mavqeyimga ega bo'lish uchun menda mana bu narsa katta bo'lganda, o'shaning uchun men Atlantani nima qilganman? Toshkentdan zo'r bilardim. Nega? Chunki men bu muhitda o'tda yashaganman. O'shandan keyin men viloyatliklarni tushunadigan bo'lganman. Ungacha Toshkentlik blatnoy bo'lib yurganman. Rostdan. Lekin Alloh meni shunday qilganki, o'zing ham tushib ko'rgan. Ya'ni musofirchilikni sen ham his qilib ko'rding. Ana o'sha musofirchilikda mana narsa mamnun bo'lgan. Tushuntira oldimmi? Sizlarga ham xuddi shu narsa. To есть dangasaligini yo'qotadigan eng zo'r narsa mana bu.